Balandroq ko'tarilaring. Yana nima uchun? Buni Samirdan so'rash kerak. Mehribonlik uyidan qanday qochishni, ha? Nega indamaysan? Seni deb har doim bizni kuzatishyapti. Xullas, agar yana bir marta u qochishga urinsa, hammalaring jazolanasan. Teparoq ko'tarilaring. Ey, sen jonga tegib ketding-ku. Nega doim qochishga urinasan? Onamni sog'indim. Aldama, seni onang yo'q. Onam bor meni. U hozir Moskvada. Unda nega seni olib ketmaydi? Onam bu yerdaligimni bilmaydi. Men baribir bu yerdan qochib ketaman. Onamni oldiga boraman. Meni ko'rib xursand bo'ladi. Onamni mahkam quchoqlab olaman. Shunaqaya? Yo'q. Mana bunday. Men ham sen bilan boray. Mumkin emas. Seni hujjating yo'q-ku. Odil! Damzamsu, Makkadan olib keldingmi? Onamga beraman. Onam birinchi ichsin. Onangga? Onangga ketdikmi onangga? Onam Moskvada-da. Moskvada? Ketdikmi Moskvaga onangga? Menga yordam berasanmi? Yordam? Yordam beraman. Sen yana keldingmi? Samirga keldim-da, Samirga. Samir uxlab yotibdi. Ikkinchi kelmagin, ha? Ha, Samir hozir chiqadi, Samir chiqadi. Samir chiqsa aytib qo'y. Bo'pti, mayli. Ey, qochoq. Tushunmadim, qayoqqa? Onamga. Nima, onang rostdan ham tirikmi? Ma, ol. Bu umumiy telefon. Keyin nimani uni ishla? Senga bizdan ko'ra muhimroq. Meni ham onam tirik bo'lganida men ham qochgan bo'lardim. Omad. Qochdik bo'l. Amakiga aytish kerak edi, amakiga. Aytma, Amaki? yo'q. Hey! Amaki? Amaki? Ey, endi seni qattiq urishaman. Bor uyingga bor. Samir chiqdi, Samir. Samir chiqdi. Samir chiqsa yaxshi bo'pti. Biz Moskvaga boramiz, Moskvaga. Moskvaga kelsanglar yaxshi, boringlar. O'g'il cho'zizga salom aytib qo'yinglar. Ikkinchi kelmagin, ha?